Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi navbatdagi video darsimizda biz siz bilan switch konstruksiyasini ko'rib chiqamiz. Switch konstruksiyasi bu ko'pgina dasturlash tillarida if else bilan teng kuchli, uning o'rnida ham ishlatilishi mumkin bo'lgan konstruksiya hisoblanadi. Xo'p, switch konstruksiyasi odatda biror bir o'zgaruvchining aynan biror bir qiymatga teng ekanligini tekshirib, shunga bog'liq holda dastur yo'nalishini boshqarish uchun ishlatiladi. Keling biz hozir bir o'tgan darslarimizda if else yordamida bajarib ko'rgan hafta kunini aniqlash, hafta kuni tartib raqamiga qarab qaysi kun ekanligini aniqlash dasturimizni switch yordamida tuzamiz va mavzumizni shu orqali tushuntiramiz. Xo'p, const which day of the week deb nomlagan edik, adashmasam. Which day of the week funksiyamiz va bu funksiyamizga biz parametr sifatida weekday numberni bergan edik. Funksiyamizni tanasini endi yozamiz. Let weekday o'zgaruvchisini yaratdik va unga qiymatni keyinchalik weekday numberga bog'liq holda beramiz. Ana endi switchni qo'llashni boshlaymiz. Switch qaus ichida qaysi o'zgaruvchiga nisbatan bu switchni qo'llayotganimizni yozamiz. Biz hozir weekday numberga nisbatan ishlatmoqchimiz, demak o'sha o'zgaruvchimizni bu yerga qo'yamiz. Ana undan keyin figurali qaus ichida yozishni boshlaymiz. Switchning figurali qausini ichida bu ixtiyoriy kod yozilmaydi. Switchning ichidagi dasturni yozilishi mumkin bo'lgan konstruksiyalar cheklangan. Aynan case yoki default yordamida gina bu yerda nimadir yozishimiz mumkin. Har bir case yoki defaultni ichida esa yana odatdagidek ixtiyoriy kodlarni yozish mumkin. Keling buni misol bilan tushuntiramiz. Switch weekday number uchun tekshiryapmiz. Endi case 1 deganimiz 1 uchun tekshiryapmiz. Ya'ni 1 bo'lsa nima qilish kerakligini mana shu yerda endi biz ixtiyoriy kod yordamida yozishimiz mumkin. Bizga nima qilishini xohlaymiz? Weekday dushanba bo'lishini xohlaymiz. Agar 1 bo'lsa, shunday deb yozamiz. Weekday teng dushanba. Xuddi mana shunday. Endi bu yana bitta jarayonni bu yerda tushuntirib o'tamiz. Hozir case 1 ni, ya'ni weekday number 1 bo'lsa, nimadir vazifa bajarilgandan keyin switch konstruksiyasidan chiqib ketishni ham buyurishimiz kerak. Buning uchun esa break buyrug'i ishlatiladi. Ana endi bundan keyin yana 2 case'ini tekshiramiz. Case 2 nuqta pastga mana shu narsani qayta yozishimiz shart emas. Qo'ysak bo'ladi. Faqat weekday endi seshanba bo'ladi. Xuddi shunday case 3 uchun weekday chorshanba, vaqtni olmaslik uchun pauzaga qo'yib o'zim yozib chiqdim. Ya'ni har bir case uchun weekdayning qiymati va mana oxirgisi yakshanba. Weekdayning qiymati va break yordamida chiqib ketishni buyurdik va undan keyin eng oxirida esa default, ya'ni yuqoridagilarni birortasi ham to'g'ri bo'lmasa, unda nima qilish kerakligi xuddi else dagi kabi mana bu yerda yoziladi. Xo'p, bu yerda demak weekday teng bo'lsin bunday yo'q
deb yozib qo'yaylik. Va bu yerda oxirgisi breakga ehtiyoj yo'q, chunki shundoq ham oxirgi qator va bundan keyin switch konstruksiyasidan shundoq ham chiqib ketadi. Endi bu dasturimizni ishlatib ko'raylik. Funksiyadan tashqariga chiqib, console log yordamida funksiyamizga murojaat qilamiz. Funksiyamizning nomi which day of the week edi. Which day of the week ga biz yuboraylik 1 ni. Ishlatib ko'ramiz. Undefined nima uchun? Chunki funksiyamiz natijani yuborish buyrug'i, ya'ni return yo'q. Switch mana bu yerda demak bitta return qo'yishimiz kerak. Ya'ni weekday'ni qaytarishimiz kerak. Ishlatib ko'ramiz. Mana 1 yuborganimizda dushanba qaytdi. 3 yuborsak chorshanba qaytdi va 13 yuborsak bunday kun yo'q qaytdi. Mana shu switch yordamida mana shunday ko'rinishga keldi. Albatta sizga bu oldingi dasturimizdagidek qaraganda kod ko'payganday tuyulishi mumkin, lekin mana shunday imkoniyat ham bor, switch konstruksiyasi ham bor. Kod ko'paygan bo'lsa ham tushunarliroq deb ko'rinadi. Har kim, har qaysi dasturchi o'zi xohlagan yo'nalishdan borishi mumkin. Endi bu yerda kodimizni yanada qisqaroq qilishni yana bir yo'li bor. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda biz break yordamida har bir case'dan chiqib ketishni buyuryapmiz. Lekin bu funksiya bo'lganligi sababli har bitta breakni o'rniga weekday o'zgaruvchisini ishlatmasdan to'g'ridan-to'g'ri dushanbani, seshanbani, chorshanbani return, ya'ni qaytarish buyrug'ini qo'llashimiz ham mumkin. Hozirgina kelib qoldi bu fikr. Keling, buni ham bajarib ko'ramiz. Demak, agar bunday qiladigan bo'lsak, weekday bizga kerak bo'lmaydi. Mana bir qator kodni qisqartirdik va weekday o'rniga endi return qilib shunchaki qaytarishimizni o'zi yetarli. Breakga esa demak ehtiyoj qolmaydi. Hozir yana pauzaga qo'yib, barchasi qatorga shu ishni qo'llaymiz, keyin yana davom ettiramiz. Mana barchasini o'chirib, weekday'ni qiymat berishni o'rniga return yordamida qaytarishni buyurdik. Break bu yerga ehtiyoj yo'q, chunki return yordamida funksiyadan chiqib ketish o'z-o'zidan avtomatik bajariladi. Demak, mana bu returnimiz ham kerak emas. Yanada kodimiz qisqardi. Ana endi mana shu kodimizga e'tibor qilamiz. Demak, weekday numberga qiymat keldi va uni 1 ekanligini tekshiramiz. Agar 1 bo'lsa, dushanba return qilinadi. 2 bo'lsa, seshanba return qilinadi va hokazo. Endi dasturimizni ishlatib ko'raylik. 13 qiymat turibdi. Bunday kun yo'q. Xo'p, 3 qiymatda ishlatib ko'ramiz. Chorshanba. Demak, dasturimiz yanada qisqaroq ko'rinishga keldi va funksional jihatdan muammosiz ishlayapti. Ana shunday tarzda, demak, switch konstruksiyasidan ham siz aynan biror qiymatga tengligini tekshirish jarayonida qo'llashingiz mumkin. Shuning bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.